Assalomu alaykum. O'zbekona Cisco loyihasining ishtiyoqmandlari. Bugungi darsimiz eng ajoyib darslarimizdan biri bo'lib esingizda qoladigan bittamiz. Bugungi mavzuyimiz real qurilmalar bilan praktika jarayonlarini amalga oshirish. Demak, bugun o'tgan safargi darsimizda qurib olgan tarmog'imizni realda qurib ko'ramiz. Buning uchun o'tgan safargi darsimizni eslab olamiz. Demak, o'tgan darsimizda mana shu tarmoqni qurgan edik. Buning uchun bizaga bitta switch, bitta router va bitta kompyuter kerak bo'lgan. Demak, kompyuter vazifasini mana o'zimning kompyuterim bajaradi, router va switchlarimiz mana bu yerda turibdi. Demak, qurilmalar bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, e'tibor beramiz. Mana bu yerda bizda barcha qurilmalarimiz joylashgan. Mana bu qurilmalarimiz taniganingizdek router qurilmalarimiz. Mana bu old tomon ko'rinishi, mana bu orqa tomon ko'rinishi. Demak, bizlarda portlarimiz bor. Bular aytib o'tgandek 2 unitdan, ya'ni taxminan 9 santimetrdan. Mana bu bizda switchimiz bo'ladi. Bu switchimiz 24 portli hisoblanib, ikkita SFP, ya'ni gigabit Ethernetda podдержка qiladigan Ethernet port qo'yish imkoniyati ham bor. Ana endi mana bu switchimiz L3 switch deb nomlanadi. Bu bir vaqtni o'zida ham router, ham switch bo'la oladigan qurilmamiz, universal qurilmamiz. Mana bu qurilmamiz 2960 seriyadagi 8 portli, mana 8 ta fast Ethernet portli va bitta gigabit Ethernet portli switchimiz. Demak, bunda konsol porti bor, ko'rishingiz mumkin. Ana endi mana bu L3 switchimizda ham konsol porti bor. E'tibor bersangiz, mana bu yerda yana qanaqadir portlar bor. Bu portlarning nomi stack portlar deyiladi. Bu portlarning vazifasi bir qancha switchlarni logitskiy bitta qilib ishlatish. Maksimum 9 tagacha switch bo'lsa, modeliga qarab esingizda bo'lsin, 8 ta yoki 9 ta switchni bitta qilib nastroyka qilishimiz mumkin. Ya'ni aynan mana shu stack portlar orqali o'zining maxsus portlari bo'ladi. Demak, routerimiz bilan tanishdik, switchimiz bilan tanishdik. Bizni laboratoriya jarayonimizga kerak bo'ladigan qurilmalar qaysi? Router va switch kerak. Hozir men bu barcha qurilmani yoqmadim. Agar bularni barchasini yoqadigan bo'lsak, bizlarda juda ham shovqin bo'lib ketadi. Demak, biz tarmoq qurishni boshlaymiz. Demak, nima qilamiz? Switchimiz bilan routerimizni o'zaro ulab olamiz. Switchimni gigabit Ethernet 01 portiga uladim va buni routerimizni gigabit Ethernet 01 00 portiga uladim. Demak, hop, buni uladik. Ana endi nima qilishimiz kerak? Kompyuterimizni switchga ulashimiz kerak. Demak, Ethernet kabel orqali kompyuterimni uladim va mana buni switchimni misol birinchi portiga uladim. Demak, ana endi men nastroykani amalga oshirishim uchun menga nimalar zarur? Menga kerak bo'ladi konsol kabel. Konsol kabel haqida men sizlarga va'da bergan edim, ko'rsataman deb. Va mana va'daga muvofiq mana bu sizlarga o'tgan safar ko'rsatgan konsol kabeli. RJ45, RS232. Vaqtga qarshi bunday portlar bizlarning kompyuterlarimizda mavjud emas hozirgi vaqtda. Demak, bu tushmagandan keyin bizga nima kerak bo'ladi? Perihatnik. Perihatnikni tiqamiz va shunda bizda paydo bo'ladi USB RJ45. Bu tomoni routerga yoki switchga, bu tomon kompyuterga. Demak, bu birinchi turimiz edi. Ikkinchi turimiz bor. Bu ularsiz, mana perihatniklarsiz primoy kabel. Ya'ni RJ45 USB.
Bundan tashqari, Cisco o'zi uchun alohida yana bitta yangi turdagi kabel chiqargan. Mana bu ko'rinishda. Bu Type B ham deyiladi yoki bo'lmasa mini konsol ham deb nomlanadi. Bu tomoni USB. Demak, istalgan kabeldan biz foydalanishimiz mumkin. Demak, bugungi tarmoqni qurishimiz uchun mana bundan foydalanmoqchiman. Shu konsol kabeldan. Demak, nima qilamiz? Buni kompyuterimizga tiqamiz. Quvolik. Mana buni endi shu joygacha amalga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, mana endi uni sozlamalariga o'tamiz. Demak, mana shu tarmog'imizni quramiz. Biz hozir routerni ichiga kiramiz. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga bir qancha dasturlarimiz bor. Masalan, PuTTY, TerraTerm, SecureCRT mana shu dasturlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin biz eng ommabobi, ya'ni PuTTY dasturidan foydalanamiz. PuTTY dasturi juda ham sodda va hajmi ham shunga yarasha juda kichkina. Ya'ni 500 kilobaytligi bor, nari borsa 3 megabaytligi bor. Istalgan yerdan yoki bizning kanallarimizdan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Demak, biz hozir mana bu serialni tanlaymiz, ya'ni konsol kabeli bilan ulanganimiz uchun serialni tanlaymiz va COM port nomerini yozishimiz kerak. Buni qayerdan olamiz? Buni albatta kompyuterimizni dispetcher устройств degan yerdan olamiz. Mana shu yerda COM nechinchi portligi tasvirlangan bo'ladi. Hozir ochilishi bilan sizlarga ko'rsataman. Demak, mana bu yerda COM portimiz bor ekan. Demak, COM 4 ekan nomi. Agarda sizlarda mana bu holatda chiqmasdan oldida undovcha bilan chiqqan bo'lsa, konsol kabelning drayveri tushmaganligidan bo'ladi. Bunaqa holatda kompyuterimizni internetga ulagan holatda ozroq tinch qo'yamiz. O'zi avtomatik drayverni topib oladi. Demak, COM 4 ni bosib qurilmani ichiga kirishni boshlaymiz. Mana. Biz router qurilmasini ichidamiz. Ko'ryapsizlarmi? Simulyator bilan bir. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda interface Gigabit Ethernet 0.0 portini ichiga kirib IP adres berishimiz kerak. IP adres 192.168.254.255.255.255 va shutdown qilishim kerak. Nimaga? Chunki bu portni yoqishim uchun. Bo'ldi, asosiy ishimiz bajarildi. Endi qo'shimcha nastroykalarga o'tamiz. Qo'shimcha nastroykalar nima bo'lishi mumkin? Enable secret Cisco, ya'ni parollar. Keyingi parolimiz enable password Cisco. Keyingi ko'rinishdagi parolimiz bo'lishi mumkin Lion konsolga parol berish. Lion konsol 0 password Cisco va albatta loginni yozish kerak. Demak, yana nima ishlarimiz qoldi? Yozishimiz mumkin service password encryption. Undermod yozishimiz mumkin. Albatta bahazil. Xo'p, mana asosiy routerimizni nastroykalari qayerda? Ana endi hostname o'zgartirmoqchimiz. Hostname misol R1. Saqlab qo'ymoqchi bo'lsak, ikkinchi rejimga o'tib write
memory qilib yozib qo'yishimiz mumkin. Mana endi. Yoki boshqacha qilib copy running config enterga bosamiz. Faylda nomini so'raydi. Agar siz faylga nom bermoqchi bo'lsangiz, o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Demak, routerimizda hamma narsa tayyor. Ana endi switchimizni ichiga kirib, qo'shimcha sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana e'tibor beringlar. Bizdan dialog rejimiga o'tasanmi deb so'rayapti. Bu rejim qanaqa? Bu dialog rejimi siz har doim noni bosasiz. Nimaga? Chunki agar siz yesni bosadigan bo'lsangiz, siz bilan qurilma dialogga o'tadi. Ya'ni qurilma savol beradi, siz javob berishingizga majbur bo'lasiz. Misol, parol qo'yasanmi deydi. Ha desangiz, parol qo'yishingiz kerak. Ya'ni qurilmani aytganini qilib qolasiz. Unda siz o'zingiz xohlagandek erkinligingizni yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun har doim no qilishni maslahat beramiz. Demak, enable configure terminal. E'tibor bersalaring, bu yerda hech qanaqa qo'shimcha nastroykalar yo'q ekan. Yana ham bir tekshirib ko'ramiz. Kelinglar, parollarni qo'yib olamiz. Enable secret Cisco 1. Enable password Cisco. Xo'p, yana Lion console no. Password Cisco. Logi. Exit. Ya'ni 3-chi rejimga yana qaytdim. Yana nima qilishimiz mumkin? Xo'p, host name'ini o'zgartiramiz. Switch 1. Xo'p, ana endi. Kelinglar, bu yozgan narsalarimizni ichida qandaydir komandalar qolib ketdimi yoki yo'qmi tekshirib ko'rish uchun nima qilamiz? Do show run. Ya'ni qilingan nastroykalarni ko'ramiz. Qurilmamiz mana yangidek turibdi, hech qanaqa sozlamalar yo'q. Mana bu yerda parol ko'rinib qoldi. Parolni shifrlab qo'yish uchun nima qilardik? Service password encryption degan komanda. Service password encryption bilan parollarimizni shifrlab olamiz. Xo'sh, asosiy ishlar bo'ldi. Ana endi nima qilish kerak? Kompyuterimizga IP adres berishimiz kerak. Kompyuterimizdan push va r knopkasini bosib nspa.spl deb kiramiz. Va biz bu komanda bilan tarmog'imizda adapterlar, network adapterlariga kirib olgan hisoblanamiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli portni tanlab IP adres berishimiz mumkin. Demak, menga kerak mana bu. Bu boshqa portlarga narsa ulanmagan. Ustiga 2 marta bosamiz. Svойства bo'limiga o'tamiz. Mana shu svойства bo'limiga o'tganimizdan keyin biz internet protokol, ya'ni IP protokolni o'zgartirmoqchimiz. Shuning uchun IPv4 ni ustiga bosamiz. Xo'p, mana bu yerda e'tibor berishingiz mumkin. IP adreslar yozilgan, tayyor turibdi. Demak, IP adresimiz 101, maskamiz default holatda turadi. Shlyuzimiz nima? Default gateway'imiz 1254 va YouTube'ni IP adresini Google'ni DNS serverini IP adresini yozib qo'ydik. Xo'p. Demak, mana endi IP adreslarimiz berib bo'lindi. Biz nima qilamiz? Nima qilishimiz kerak? Tekshirib ko'rishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Yana push va r knopkalarini bosib cmd deymiz. Ya'ni qora ekranni chiqarib olamiz.
O'sha qora ekrandan biz routerimizga ping berib qo'yamiz. Ping 192.168.1.254. Mana qarabsizki, bizda tayyor. Demak, 4 ta paket jo'natildi, 4 talasi qabul qilindi va bizda natija 100%. Demak, bu degani aloqa bor. Demak, paketlarimiz bordi. 4 millisekundda minimum bordi, eng maksimum borganida 11 millisekundda javob qaytib keldi. Demak, kompyuterimizdan routerimizga aloqa bor. Demak, kelinglar shunday narsani tekshiramiz. Routerdan turib kompyuterga ping berish mumkinmi? Shuni tekshiramiz. Buning uchun routerga kirib olishimiz kerak. Kabelni uzamiz. Routerga joylashtiramiz. Mana endi Enter knopkasini bosib, routerning ichiga kirishim mumkin. Xo'p, qaranglar. Birinchi rejim o'zi nimaga kerak degan savolga javob beraman. Oldingi darsda ham aytib o'tganimizdek, birinchi rejimda aloqa bor yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Mana qarang. Biz birinchi rejimdamiz. Ping deb 192.168.1.1 kompyuterimizning IP adresi. O'shanga ping beramiz. Mana 5 ta paket jo'natildi. 5 ta paketdan 5 tasiga javob qaytib keldi. Bu degani 100% aloqa bor degani. Mana ko'rib turibsizlar, routerimizdan kompyuterimizga va kompyuterimizdan routerimizga aloqa bor. Bu degani tarmog'imiz ishlaydi. Mana tarmog'imiz bemalol ishladi. Hamma narsasi joyida. Kelinglar yana sizlarga qo'shimcha ravishda mana shu qilingan sozlamalardan backup olishni o'rgataman. Backupni ma'nosi zaxira. Zaxirani qayerga olib qo'yamiz? Zaxiramiz bizada albatta qayerga? Uni qurilmani ichida flash xotirasi bo'ladi. Bu flash xotirani oddiy flashga moslab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, qurilmani ichidagi narsa o'chib ketgan taqdirda ham u flash xotirada saqlab qolingan bo'ladi. Demak, buning uchun nima qilamiz? Ikkinchi rejimga o'tib olishimiz kerak. Enable Cisco bir parol. Ikkinchi rejimdan qarang. Kopiya ol running config hozirga qilingan konfiguratsiyadan flash xotira backup deymiz, chisloni yozib qo'yamiz. Shunaqa nomda saqlaymi deyapti. Bo'ldi. Buni endi backup olingan yoki yo'qligini qanday tekshiramiz? Show flash deb 2 nuqta qo'yamiz. Qurilmani ichidan shuncha backupi bor ekan. Biz o'zimiz nomlagan backupni qidirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Judayam ko'p ma'lumot bor. Demak, mana eng oxiriga qarasak, mana biz saqlagan konfiguratsiya mana shu yerda. Xo'p, ana endi kelinglar. Nima qilamiz? Hozir qurilmaga sbros beramiz. Ya'ni qurilmani nol holatga keltiramiz. Buning uchun erase startup config komandasini yozamiz. Bu degani qurilmani ichidagi hamma narsani o'chirib yuborish. Hop. Qurilmani ichida hozir mana hamma narsa o'chib ketdi va unga nima qilish kerak? Перезагрузка berish kerak. Reload. Перезагрузка. Mana bu jarayon taxminan 3-5 minut vaqtimizni oladi.
Mana hozir qurilmani ichidagi hamma nastroykalar o'chib ketadi. Qurilmamiz o'chdi mana. Sezgan bo'lsangiz ovoz pasaydi va hozir judayam baland ovoz chiqadi. Demak, endi biz qurilmani yonish jarayonini sizlar bilan kuzatamiz. O'zi qurilma yonish jarayonida nima ishlarni amalga oshiradi? Qurilma yongan vaqtida o'zini POST deydi. Power on self test. O'zini test qiladi. Ya'ni o'zini portlarini, xotirasini, hamma narsasini birma-bir tekshirib chiqadi. O'zini test qilib olgandan keyin konfiguratsiyalarni NVRAM xotiradan RAM xotiraga kopiya oladi. Esingizda tursin, biz kompyuterdanmi yoki routerdan ishlash jarayonimizda hech qachon original fayl bilan ishlamaymiz. Ya'ni kopiya bilan ishlaymiz. Kopiya ma'lumotni o'zgartirish kiritib ketib, uni agar biz saqlaganimizdan keyin NVRAM xotiraga tushadi. Mana ko'rishingiz mumkin, qurilmamiz yonishni boshladi. Mana bu yerda qurilma qachon ishlab chiqarilgan, qanaqa markasi haqida hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qachon ishlab chiqarilgan, uni xotirasini hajmi qancha, flash xotirasi hajmi qancha, nima ishlar qila oladi, qaysi sanada chiqqan, operatsion tizimi qanaqa, relizini modeli, ya'ni misol nechinchi versiya, iOS 15-versiya, 15.2mi? Misol mana bu 15.2 versiya ekan. Bu qurilmani o'zi 2900 seriyadagi router ekan. Shunaqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin qurilma yonish jarayonida. Va yana e'tibor qarating, mana bu yerda 3 ta gigabit Ethernet porti bor ekan. Bitta terminal line porti va yana E1 potok uchun alohida bitta porti bor ekan. Va mana xotiralarni hajmlari yozib ko'rsatilgan. Qurilmamiz deyarli yonib qoldi. Konfiguratsiya qilishga tayyor bo'lib turadi. Demak, eslab o'tamiz, hozir biz qurilmani ichidagi barcha nastroykasini o'chirib, boshqatdan yoqdik. Endi nima qilmoqchimiz? Biz hozir qurilma yonganidan so'ng olgan backupimizni tiklashga harakat qilamiz. Demak, qarang. Noni bosamiz va kuzatamiz. Bu switchda nastroykalar qoldimi yoki yo'qmi? Juda katta ehtimol bilan qurilmaning ichida hech qanday sozlamalar qolmadi. Biz uni flash portlar o'chib yongani haqida ma'lumotlar chiqdi. Endi nima qilamiz? Qarang. E'tibor bering, router bo'lib qoldi. Biz buni router 1 deb saqlagan edik. Demak, biz tiklash uchun ko'p turgan nastroykamizga qo'yib ber deb aytamiz. Qaranglar. Enter knopkasi bosilishi bilan mana R1 ga o'zgaradi. Bu degani biz qurilmamizni backupni tikladik. Ana endi bu hozir RAM xotirada turibdi. Endi uni saqlanib qo'yishimiz mumkin. Copy running config startup config komandasi bilan. Mana ko'rib turganingizdek, qurilmada sozlamalar saqlandi. Mana backup tiklanishini ham sizlar bilan ko'rib chiqdik. Bugungi darsimizdan ko'zlangan maqsadimizga erishdik. Ko'zlagan maqsadimizdan ham a'losiga erishdik. Yana qo'shimcha narsalar o'rgatishga biz muvaffaq bo'ldik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sizlar bilan keyingi darslarda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Esingizda bo'lsin. O'zbekona Cisco. Biz sizning ehtiyojlaringizni qiziqishga aylantirishga yordam beramiz.